Assalomu alaykum va rahmatulloh. Azizlar, yaxshimisizlar? Bir murojaat kelib qoldi menga. Vodiydan vohaga yuk tashuvchi mashinalarda xizmat ko'rsatadigan yaqinlar, do'stlar tarafidan. Bir ukamiz vohadan vodiyga yuk olgan. U joyda yuk berib borayotgan odam bilan olib kelayotgan 500 kilo og'irligidagi yukni 400 ming so'mga dogovor qilgan va yukni qabul qilib olayotgan odam pulni beradi degan. Qo'qonga olib kelgan yukni qabul qiluvchiga telefon qilgan. Qabul qiluvchi uyda yo'q edim, yukni uyga tushirib qo'yavering, kartangizga pulni tashab qo'yaman degan. Bu haydovchi ukamiz yukni uyga tashagan, karta raqamini bunga tashagan. 400 ming so'mga gaplashdik desa, 150 ming so'm pul tashagan. Aka 400 ming so'mga gaplashavdik desa, haligi yukni qabul qilib olgan odam dermishki, jinnimisan sen? Shu narsani shoddan shodga 400 mingga olib kelasanmi? Bu 150 ming meni ko'nglimdan chiqqan, boshqa bir so'm pul bermayman senga dedi. Xo'p. Bunga shariat masalasi nima deydi? Shariat masalasi o'rtadagi 250 ming so'mni nariga yukni berib borayotgan odamdan oladi bu haydovchi. Nariga yukni berib borayotib 400 mingga dogovor qilgan odamni zimmasida qarz bo'lib qoladi bu narsa. Agar bu dunyoda bermasa, albatta qiyomatda bularning o'rtasida haq oldi berdi hisoblanib qoladi. Shariat masalasi shunday deydi. Bu tomondagi kutib olayotgan odam 150 ming berdimi? 250 ming so'm nariga dogovor qilgan odamning zimmasida qarz bo'lib qoldi. Shariat masalasi shu. Ammo birodarlar, shunaqangi birovlardan pochta berib borayotgan, yuk berib borayotgan, ovolayotgan, qabul qilib olayotgan, bular ozgina insof qilinglar, Xudodan qo'rqinglar. Bular hammasi shu yo'lda mashaqqat bilan, qiyinchilik bilan sizni omonatingizni salomat yetkazib olib kelib beraman deb ne zahmatlar bilan uxlamasdan, vaqti kelsa och qolsa, qornini to'yg'izishga imkoniyati bo'lmasdan yo'lda yurib, mana bu issiqdi kunlarida, qishda sovuqdi kunlarida zahmat mashaqqat chekib yurgan bu haydovchilarda aybi nima? Sizni yukingizni uyingizga yetkazib salomat olib kelib berganidami? Nimaga sizlar bunaqa g'irromoyon qilasizlar? Allohdan qo'rqinglar. Allohdan qo'rqinglar. Chunki bu yo'lda yurgan odamlarga, bu shofirlarga, Damasmi, Isuzimi, Kamazmi, Furami bularga oson emas. Agar shu narsangizni bir joydan ikki joyga olib kelib olish, shunchaki narsa bo'ladigan bo'lsa, siz nimaga borib o'zingiz olib kelib olmayapsiz? Tayizda mashinangiz bor. Yoki nimaga sizga yukni berib borayotgan odamni tayida mashinasi bor, olib kelib tashab ketmayapti? Yo'lda mashaqqatini juda yaxshi bilasizda. Yo'lda qiyinchilikda, bitta radarga tushib qolsangiz palon pul to'laysiz. Yo'lda qancha rasxotlari bor, chiqimlari bor, bularni bilasizda. O'shuncha uyingizda o'tirib olib, shopirga telefon qilasiz, sizga olib kelib beryapti. Salomat sizni og'iringizni yengil qilib yukingizni olib kelib berganini shukronasiga shopirlarda haqqini berib qo'yinglar. Shopirlarda haqqini berib qo'yinglarki, ertaga qiyomatda bo'ynalaringda ancha narsa qoladi. Alloh hammamizga tavfiq bersin, salomat bo'linglar.